Anadolu Universiteti ochiq ta'lim fakulteti. Talabalar bilishi kerak bo'lgan muhim ma'lumotlar. Ochiq ta'lim fakulteti an'anaviy kunduzgi ta'limdan farqli ravishda masofaviy va mustaqil o'qish asosida tashkil etilgan ta'lim shaklidir. Ushbu tizim talabalarga darslarni mustaqil o'zlashtirish, belgilangan muddatlarda imtihon topshirish va bosqichma-bosqich barcha fanlarni yakunlash orqali diplom olish imkonini beradi. Ta'lim yo'nalishlari va dasturlar. Ochiq ta'lim tizimida ta'lim ikki asosiy yo'nalishda olib boriladi. Assotsiativ daraja, ya'ni ön lisans, oliy ta'limning boshlang'ich bosqichi hisoblanadi. Kasbga yo'naltirilgan bo'lib, tezroq ishga kirish imkonini beradi. Dastur 2 yil davom etadi va 4 semestrni o'z ichiga oladi. Bakalavr, ya'ni lisans, to'liq oliy ta'lim darajasi bo'lib, chuqur bilim beradi va yuqori imkoniyatlarga yo'l ochadi. Bu dastur 4 yillik bo'lib, jami 8 semestrdan iborat. Har bir o'quv yili 2 semestrdan, ya'ni kuzgi va bahorgi semestrlardan iborat bo'ladi. Imtihon turlari va baholash tartibi. Ta'lim jarayonida talabalar har bir fan bo'yicha 2 tadan imtihon topshiradi. Birinchi imtihon, ya'ni ara sinov, oraliq nazorat imtihoni hisoblanadi. Ikkinchisi esa dönam sonu sinovi, ya'ni yakuniy nazorat imtihoni hisoblanadi. Ushbu imtihonlar test shaklida o'tkazilib, odatda 20 ta savoldan iborat bo'ladi. Har bir to'g'ri javob uchun 5 ball beriladi. Har bir noto'g'ri javob uchun esa 1,1 dan 25 ball kamaytiriladi. Talaba aniq bilgan yoki taxmin qila olgan savollarini belgilashi lozim. Bilmagan savollarini esa shunchaki belgilash o'rniga bo'sh qoldirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks holda umumiy natija pasayishi mumkin. Talabadan nafaqat bilim, balki ehtiyotkorlik bilan javob berish ham talab etiladi. Yakuniy baho hisoblash tartibi. Har bir fan bo'yicha yakuniy baho oraliq va yakuniy imtihon natijalarining ma'lum nisbatda qo'shilishi orqali aniqlanadi. Oraliq imtihon natijasining 30% va yakuniy imtihon natijasining 70% qo'shilib, fan bo'yicha yagona natija shakllantiriladi. Agar talaba oraliq imtihonda ishtirok etmasa, faqat yakuniy imtihon natijasining 70% hisobga olinadi. Har ikkala imtihonda ham qatnashilmasa, fan o'zlashtirilmagan deb hisoblanib, keyingi semestrlarda qayta topshirilishi kerak bo'ladi. Kredit tizimi, ya'ni og'irlikli kredit transfer sistemi. Ochiq ta'lim tizimida har bir fan ma'lum qiymatga ega bo'lib, ushbu qiymat kredit deb ataladi. Kredit darsning qanchalik qiyinligiga qarab belgilangan bo'ladi. 2 yillik dasturlar uchun 120 kredit, 4 yillik dasturlar uchun 240 kredit. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tish orqali yuqorida ko'rsatilgan miqdorda kredit to'plash talab etiladi. Ya'ni belgilangan miqdorda kredit yig'ilmasa, o'qishni tamomlab bo'lmaydi. Nechta fan tanlash mumkinligi fanning kredit miqdoriga bog'liq. Dars tanlash limiti 45 kreditgacha va maksimal 10 ta fan bilan cheklangan. Kredit miqdori yuqori bo'lgan fanlardan olingan imtihon baholari talabaning umumiy akademik ko'rsatkichi, ya'ni general not o'rtalamasiga ko'proq ta'sir qiladi. Akademik natijalarni baholash ko'rsatkichlari. Talabaning akademik natijalari 2 xil o'rtacha ko'rsatkich bilan baholanadi. Dönam not o'rtalamasi, ya'ni semestr o'rtacha ko'rsatkichi faqat bir semestrdagi fanlar asosida hisoblanadi. General not o'rtalamasi, ya'ni umumiy o'rtacha ko'rsatkich barcha o'tilgan fanlarning yig'indisiga asoslanadi. Aynan umumiy o'rtacha ko'rsatkich, ya'ni general not o'rtalamasi talabaning akademik holatini va bitiruv imkoniyatini belgilovchi eng muhim mezon hisoblanadi. Harf bilan ko'rsatiladigan baholar tizimi. Baholash tizimida imtihon ballari bilan bir qatorda harf bilan ko'rsatiladigan baholar ham qo'llaniladi. Bu tizim nisbiy, ya'ni guruh natijalariga bog'liq baholash asosida ishlaydi. Shuning uchun aniq ball oralig'i qat'iy belgilanmaydi, balki talabalarning umumiy natijalariga qarab harf baholari beriladi. AA harf bahosi eng yuqori natija hisoblanib, darsdan muvaffaqiyatli o'tilganligini bildiradi. AB, BA, BB harf baholari esa yuqori natijalar hisoblanib, darsdan muvaffaqiyatli o'tilganligini bildiradi. BS, SB, SS baholari esa o'rtacha natijalar hisoblanib, darsdan muvaffaqiyatli o'tilganligini bildiradi. SD, DS,
DD baholari esa shartli o'tish hisoblanadi. Ya'ni genal not o'rtalamasi yetarli bo'lmasa, qayta topshirish kerak bo'ladi. FF esa fan o'zlashtirilmagan, ya'ni muvaffaqiyatsiz. Keyingi semestrlarda qayta topshirish talab etiladi. DZ davomatsiz, ya'ni imtihonga kirmagan. Bu holatda ham keyingi semestrlarda darsni tanlab, qayta topshirish talab etiladi. YZ yetarli emas, faqat maxsus fanlarda qo'llaniladi. Qayta topshirish kerak, odatda genal not o'rtalamasiga ta'sir qilmaydi. MU fandan ozod qilingan, ba'zi maxsus holatlarda qo'llaniladi. Fan avvaldan o'tilgan deb hisoblanadi va qayta topshirilmaydi. SD, DS, DD kabi baholar shartli ravishda o'tish hisoblanadi. Bu holatda fan o'tilgan deb qaraladi. Biroq talabaning umumiy o'rtacha ko'rsatkichi, ya'ni genal not o'rtalamasi yetarli darajada bo'lmasa, ushbu fan qayta topshirilishi talab etilishi mumkin. Anadolu Universiteti AÖF tizimining farqli jihatlari. Mazkur ta'lim tizimining muhim jihatlaridan biri unda an'anaviy ma'nodagi kursdan kursga o'tish tizimi mavjud emas. Talaba bir semestrdan ayrim fanlardan o'ta olmagan bo'lsa ham, keyingi semestrlarda yangi fanlarni olishi va imtihon topshirishi mumkin. Biroq bu barcha fanlarni topshirmasdan turib, faqat o'quv yili o'tishi bilan diplom olish mumkin degani emas. Talaba barcha fanlardan muvaffaqiyatli o'tgan va umumiy o'rtacha ko'rsatkichi, ya'ni genal not o'rtalamasi yetarli bo'lgan taqdirdagina bitiruvchi hisoblanadi. Yozgi ta'lim, yaz o'quli, ochiq ta'lim tizimida qo'shimcha imkoniyat sifatida yozgi ta'lim, ya'ni yaz o'quli mavjud. Ushbu imkoniyat yoz oylarida tashkil etiladi. Talabaga odatdagi semestrda o'zlashtira olmagan fanlarini qayta topshirish uchun qulay imkoniyat beradi. Hali navbati kelmagan fanlarni oldindan olib, o'zib ketish imkonini beradi. Bu esa o'qishni tezroq yakunlashni ta'minlashi mumkin. Oddiy semestrlardan farqli ravishda yozgi ta'limda har bir fan bo'yicha bitta imtihon bo'ladi va baholash shu imtihon natijasiga asoslanadi. Yozgi ta'lim uchun to'lov miqdori odatiy semestrlarga nisbatan arzonroq bo'ladi. Odatda darslar o'z semestriga mos ravishda bahorgi semestrda bahorgi, kuzgi semestrda esa kuzgi fanlar tanlanadi. Yaz o'qulida esa talabalar ham bahorgi, ham kuzgi semestrlarga tegishli fanlarni tanlash va imtihon topshirish imkoniyatiga ega. Yaz o'qulida dars tanlash limiti 5 ta fan bilan cheklangan. O'qish muddati odatiy va maksimal. Ta'lim jarayonida yana bir muhim narsa o'qish muddati hisoblanadi. Har bir dastur uchun odatiy o'qish muddati va maksimal ruxsat etilgan muddat belgilangan. 2 yillik ön lisans dasturlarida odatiy muddat 2 yil, maksimal muddat 4 yil. 4 yillik lisans dasturlarida odatiy muddat 4 yil, maksimal muddat esa 7 yil. Qo'shimcha o'qish muddatini odatiy muddatdan tashqari talabaga o'zlashtira olmagan fanlari yoki ma'lum sabablarga ko'ra qatnasha olmagan semestrlarni yetkazib olish uchun berilgan imkoniyat deb aytish mumkin. Diqqat! Maksimal muddat qat'iy hisoblanadi va o'zgartirilmaydi. Passiv talaba holati. Agar talaba o'z vaqtida ro'yxatdan o'tmasa, ya'ni semestr uchun qayt yenilama qilmasa, u passiv talaba holatiga o'tadi. Joriy semestrda dars olish va imtihonlarda qatnashish mumkin bo'lmaydi. Talaba holati passiv holatda bo'ladi. Belgilangan maksimal muddat ichida keyingi semestrlarda ro'yxatdan o'tish orqali o'qishni davom ettirishi mumkin. Maksimal o'qish muddati, ya'ni azamiy o'rganim suresi to'xtatib turilmaydi. Eng muhim jihat shundaki, talaba passiv holatda bo'lsa ham belgilangan maksimal o'qish muddati to'xtatilmaydi, ya'ni berilgan umumiy muddat hisobidan vaqt sarflanadi. Ketma-ket 4 semestr davomida o'qishni qoldirish. Agar talaba ketma-ket 4 semestr davomida ro'yxatdan o'tmasa, ya'ni qayt yenilama qilmasa, universitet tomonidan talabalar safidan chetlatiladi va qayta o'chiriladi. Maksimal muddat tugagandan keyin qo'shimcha imkoniyatlar. Agar talaba maksimal muddat, ya'ni azamiy o'rganim suresi ichida o'qishni yakunlay olmasa, unga ma'lum shartlar asosida ba'zi imkoniyatlar berilishi mumkin. Qo'shimcha imtihon topshirish imkoniyati. Agar
o'zlashtirilmagan darslar soni kam bo'lsa, qo'shimcha imtihon topshirish imkoniyati berilishi mumkin. Cheklanmagan imtihon topshirish imkoniyati. Ba'zi hollarda faqat bitta fan qolgan bo'lsa, uni topshirish uchun cheklanmagan imtihon topshirish imkoniyati berilishi mumkin. Cheklangan imkoniyatlar. Talaba oldin olmagan fanlari yoki amaliy fanlar uchun bir martalik murojaat bilan tegishli to'lovni to'lab, darsga qatnashish huquqini oladi. Bu huquq navbatdagi semestrda qo'llaniladi va imtihonlarga kirish imkonini beradi. Biroq ular darsga qatnashishdan tashqari boshqa talabalik huquqlaridan foydalana olmaydi. Xulosa qilib aytganda, Anadolu Universiteti ochiq ta'lim tizimi talabalarga moslashuvchan va qulay ta'lim olish imkonini beradi. Ammo ushbu ta'lim tizimida muvaffaqiyatga erishish va diplom olish uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega. Har bir darsga mas'uliyat bilan yondashish talab etiladi. Universitet tomonidan berilgan imtiyozlardan unumli foydalanish kerak bo'ladi. Anadolu Ma'lumot kanali sifatida maqsadimiz talabalar uchun ushbu ta'lim tizimidagi muhim jihatlarni sodda va tushunarli tarzda yoritib berish orqali ularning muvaffaqiyat va yutuqlariga o'z hissamizni qo'shishdir.